Men to'g'risi biron joyga yugurmadim, boshqa narsa ham qilmadim. Faqat shu Jalol akani o'zi hamma yoqda zo'r qilib berdi. Mana Allohga bersa shu nasib qo'shilgan ekan. Mana chiqdi, telefon qilishib, "Uka tabriklayman. Hamma o'zi keldi, tayyor edi." Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Alhamdulillah, Farg'onadan qadrdonimiz akamizga xudo xolisa Angliyaga noldan boshlab Biznes Centergacha hamma prosess hujjatlarini tayyorlab berdi. Inshaalloh Biznes Centerga kirib barmog'i zapchатga Face'ga topshirib chiqishadi. Ravno, charchamayapsizmi? Sog'liq yaxshimi? Qo'yimsiz? Xursandchiliklar mana Allohga shukr. Inshaalloh shu kunlarga yetkazganiga shukr. Qalbingizdan nima o'tyapti? O'zingizda qanaqangi bir fikrlar bor? Obunachilarimizga bemalol uzatsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? To'g'risi, rosa nima deydi, kutilmagan holatlar bo'ldi. Boshidan shu proses Jalol akaga, akaxonimga hamma yo'lni topshirdim. To'g'risi biron marta ham bezovta qilmadim. O'zlari hamma prosesni boshidan oxirigacha davomiy qilib, zo'r qilib, qilishib, telefon qilib, "Uka, yoqqa keling, uni menga qo'l qo'yib bering, qiling, bu qiling" deyishdi xolos. Men to'g'risi biron joyga yugurmadim, boshqa narsa ham qilmadim. Faqat shu Jalol akani o'zi hamma yoqda zo'r qilib berdi. Mana Allohga bersa shu nasib qo'shilgan ekan. Mana chiqdi, telefon qilishib, "Uka tabriklayman. Hamma o'zi keldi, tayyor edi." Mana xudo xolasa Face'lar topshirib chiqsa, bizdan qo'limizni yog'amiz, Angliyaga qarab yuramiz. Inshaalloh. Sizga katta rahmat aka. Mehnatingiz ayami, mana shu uka ham borsin deb harakat qildingiz, mana aka yetkazdi Alloh. Biz foydamiz teganidan xursandmiz inshaalloh. Foydamiz tegayotganidan xursandmiz. Bir paytlar qadrdonimiz ixlos qilib kelgan edilar, noldan boshlab Biznes Centergacha hamma hujjatlarni o'zim tayyorlab berdim. Alhamdulillah mana shu kunlarga yetib keldik, xudo xolasa. Kelgusilaringizda omad tilayman. Har doim shunaqangi sabrli va samimiy, yaxshi inson bo'lib yuring. Sizlarga tafakkurli, sizlarga tahlil qiladigan, o'zini qazoyi qadariga rozi bo'ladigan mijozlarimiz xudo xolasa ko'paysin. Biz foydamiz teganidan xursandmiz inshaalloh. Kelgusilaringizda omad, xudo xolasa viza chiqqandan keyin ham inshaalloh nasib qilsa aeroportga borib o'zim kuzatib boraman. Aeroportdan turib xudo xolasa chiroyli videolar qilamiz inshaalloh. Kimga Angliya vizalar kerak bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar, foydamiz tegsa xursandmiz. Faqat birinchi o'rinda sabr. Sabr qilinsa hamma yo'l zo'r bo'ladi. Inshaalloh, xudo xolasa. Xudo xolasa kelgusilarga omad, hamda charchamang, ishlarga omad. Mehnatingizga rozi bo'ling, Alloh xursand qildi sizga. Sog' bo'ling, hammaga rahmat.